Assalomu alaykum aziz obunachilar, podpischilar. Sizlarga hozir mana Samarqandda bo'lgan ishimizni tanishtirib o'tsam ozgina. Bu orqa tarafidan boshladik. Gap ko'paytirmaylik, bitalak bosib qo'yasizlar bo'ladi. Hozir bu orqa tarafini ochadigan qildik. Dumaloq teshilgan. Orasi 1 metr, ligotka deyiladi. Aka yopib ko'ring-da. Mana hozir yopilyapti bu holat. Uzunligi 21 metr. Mana ko'ryapsizlar, bitta ikkisida. Mana ko'ryapsizlar. Bo'ldi. Endi oching. Bir qator ochdan ko'rsatib beramiz. Mana endi ochilish holati. Bitta odam bemalol bir qo'lida boshqarishi mumkin. Hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. Havo qancha aylanishini o'zi xohlasa shunga qarab ocha oladi. Ko'rdinglar? Bu yeri mana aylanish holati mana. Bu shuni qistirib qo'yiladi. Tamam, qo'yavering. Ko'rishinglar mumkin mana oddiy holat. Bu yonboshini ham ochiladigan qildik ta'minga. Uzunligi 48 metr. U tarafdan ham sizlarga bu yerda ochib ko'rsataman. Bizlarga tarafdan hozir bu tarafdan boshlagan sabab shu yoqda o'rchkalari bor. Hammasida ligotka bor bittadan. Ularni ham ochib ko'rsataman akalar. Mana yon qismi yopilish holati. Yopib ko'ring-da, yopib pastga. Mana bitta odam shorli bilan lekin sirazi qo'yib bo'lmaydi buni. Sirazi qo'yaveradigan bo'lsa, pastga masofa uzoqligi uchun otib olishi mumkin. O'zi ochilib ketishi mumkin demoqchi. Bo'ldi. Endi oching-da polni bu yoqqa naborot. O'rang, naborot o'rang. Mana tepaga o'ralish holati. Ya usta bo'lmaganim uchun gapirishga yo'radi. Bitta odamni bemalol uraveradi. Xohlagancha tepaga borib ko'tarilaradi. Mana bir xil 48 metr. Hozir bu old tarafini ham ko'rsataman akalar sizlarga, bu tarafini ochilish yopilish holatini. Eshigimiz ham 2 qanotli. 2 qanot qilingan. Bittasi 1 metr, bittasi 1,5 metr. Mana bu old tarafi yopchi sekin. Mana. Ko'rayotganmiz, bitta odam bemalol boshqaryapti. Oxirigacha bitta ikkita yopildi hozir. Bu eshiklarimiz yopildi. Endi naborot och oxirigacha. Bitta o'rab qatirib qo'yiladi bu taraf. Mana bu tarafimiz ham xuddi shunaqa, narigi tarafini o'zi ko'rsatdim sizlarga. Oxirigacha ochiladi bu taraf ham. Undan keyin ilib qo'ysanglar mana turaveradi. Mana parning ichki qismiga kirdik akalar. Men sizlarga bunga ketgan materialni sizlarga tanishtirsam, bu 8lik 4x4 profilimiz. Buni bilmaganlar bilsa 4x4, toza 4x4 profil, konteyner 8lik mahsulot mana. Ikkita bunaqani birlashtirsa xuddi shu holatga keladi. Toza 8lik. Arkalarimiz orasi 2 metrdan. Bu latogimiz 35lik, 35 santimetrlik listda latog degan shunaqa xayr. Mana ishlar mumkin. Arkalarda orasi 2 metrdan. Bu arkalarimizni 7lik, toza 7likdan ishlatganmiz. Bu hosilliklar 6,5lik. Bu yerga ligotka qilingan akalar. Sizlar bu tarafdan ko'rsangiz, bu yer ham ochilib yopiladigan. Endi buni hozir dumaloq qilib teshib chiqamiz. Yana nimasini tanishtirsak bo'ladi.
Mana lentalar tortilgan, bunda ham bor. Uzunasiga ochiladi. Havo yaxshi aylanishi. Mana ichkarida turibman, hech qanaqa issiqlik yo'q. Muzdek. Tashqaridan ko'ra naborot salqin ichkari akalar. Endi kimgadir yolg'on bo'lishi mumkin, parnidich ham salqin bo'ladi deb. Bu taraflar ochiqligi uchun salqin, ancha salqin. Mana. Savollar bo'lsa telefon qila olasizlar. Bespasayni o'zimizning ish. Ha, bu tarafida Qulpinoy. Bu ikkitasiga pomidor bodring ekishga mo'ljallandi. Bu yerda Qulpinoy ekishga. Yer Qulpinoy. Mana stilajlarni ham qilib qo'ydik. Yerdan 90 santimetrni ko'tardim shunaqa qilib. 90. Shu yerga ikki qator tuvak qo'yib, 200 turbani o'rtasidan bo'lib, shunga Qulpinoy ekilar ekan. Ko'rishingiz mumkin.